kaftni uvishish, og'riqlar, qo'lni orqaga, oldinga harakati cheklanishida, uzoq vaqt telefonni yoki bironta predmetni ushlolmaslik bilan ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Shunaqa shikoyat bilan meni oldimga ko'p bemorlar kelishadi. Hozir men sizlarga buni sababini ham tushuntiraman va qanaqa mashq qilish, qanaqa usulda massaj qilish kerakligini ham ko'rsataman. Bunga sabab kichik ko'krak mushagi, bu ko'krak qismining oldi qismida joylashgan. Bu mushak qisqarsa, bu yerda trigger nuqtalar paydo bo'lsa, qon aylanishi buzilsa, xuddi shunaqa muammolar bo'ladi. Mana men shu mushakni sekin astalik bilan kaftimizni qo'yib, sekin bosamiz. Sekin astalik bilan massaj qilinadi. Qattiq tegilmaydi. Limfa zonalariga umuman yaqinlashilmaydi. Nimaga bu mushakka ahamiyat berish kerak? Chunki bu yerda mushakning ostida nerv sohasi bor, nervlar joylashgan, qon aylanishi, bular hammasi bu mushakka tegi qon aylanishlar, qon tomirlari shu mushakni qon bilan ta'minlaydi va nervlar harakatimizni sifatli bo'lishiga javob beradi. Shuning uchun mana shu mushak qisqarganda shunaqa muammolar yuzaga keladi. Qo'l mushaklari bo'shatib chiqiladi, chunki hammasi bir-biriga bog'liq. Qon aylanishi yaxshilanish uchun spazm tushadi. Ko'p shu zonalarda og'riq bilan shikoyat qilishadi. Endi bu bilak mana ulangan joy bo'g'immi, buni bosilmaydi, faqatgina yengil harakatlar bilan silinadi. Spazm qoladi, ancha qon aylanishi yaxshilanadi, uvishlik kamayadi, harakat faollashadi.